Siz qanday ayollarni yoqtirmaysiz? Uyini gapini ko'chaga olib chiqadigan ayollarni shulardan biroz xafaman. Yo'qolay. Xo'p, qayerga? Inson haqiqatdan olmasligi uchun bitta sabab bor. U ham qanday sabab? Har bir inson dunyoga kelar ekan, mana bu yerda nur bilan dunyoga keladi. Yillar davomida hayot, insonlar ana shu yerni mayda-mayda toshlar bilan to'ldiradi. Natijada insonni ong ostiga o'sha nurlar yetib bormaydi. Qarabsizki, u nur chiqmagandan keyin o'sha qara toshlar bilan hammani zaharlaydi. U yo'q, to'xtang. Avvalambor u tosh sizga og'irlik qiladi. Yuk bo'ladi. Kechga yaqin xomush tortasiz. Yig'lagingiz keladi, dodlagingiz keladi. Hammasi ana shu toshlar sababchida. Mana shu yerda. Nima desam ekan? U toshlarni olib tashlamas ekansiz, o'z ustingizda ishlamas ekansiz, haqiqatni na ko'ra olasiz, na tan olasiz. Natijada bu toshlar nafaqat sizga, balki yon atrofingizga ham salbiy ta'sir qiladi, ko'p kasalliklarga, ko'p azob uqubatlarga, tushunarsiz holatlarga olib keladi. Har bir inson bitta so'zni eshitgandan keyin uni ustiga ishlashi kerak. O'zini savolga tutib yashasagina inson bu hayotda qoqilmaydi.